pensiyasini bank kartasiga oladigan hurmatli pensionerlar, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki pensiya kartaga tushyapti degani pul doim xavfsiz turadi, hech qanday muammo bo'lmaydi degani emas. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Odam pensiyasi tushganini kutadi, bankomatga boradi, lekin karta ishlamaydi. Ba'zida pul ushlanib qoladi, ba'zida SMS kelmaydi. Ba'zida esa firibgarlar qo'ng'iroq qilib pensionerning kartasidagi pulni bir necha daqiqada yechib oladi. Shuning uchun bu mavzu har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga va qarindoshlariga bevosita tegishli. Agar siz pensiyani kartaga olayotgan bo'lsangiz yoki uyda ota-onangiz, bobo-buyingiz pensiyani kartaga olsa, bu videoni oxirigacha eshiting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men sizga kartaga pensiya olishda nimalarga e'tibor berish kerakligini, qaysi holatlarda xavotirlanish kerakligini, qaysi holatlarda esa oddiy texnik kechikish bo'lishi mumkinligini aniq tushuntirib beraman. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd pul shaklida, ya'ni pochta orqali yoki maxsus tarqatish tartibida olardi. Bu tartibda pensioner belgilangan kunda pulini qo'liga olardi. Albatta, bunda ham navbat, kechikish, uyda bo'lmaslik, hujjat ko'rsatish, imzo qo'yish kabi masalalar bor edi. Lekin pensioner uchun bitta narsa aniq edi. Pul qo'lga beriladi, sanab olinadi, keyin ishlatiladi. Hozir esa ko'plab pensionerlar pensiyasini bank kartasiga olyapti. Bu zamonaviy va qulay usul. Pul kartaga tushadi, pensioner bankomatdan yechadi, do'konda karta orqali to'laydi. Kommunal to'lovlarni amalga oshiradi. Ayrim hollarda farzandlariga yoki boshqa kartalarga pul o'tkazadi. Ya'ni naqd pulni kutib o'tirish shart emas. Lekin aynan shu qulaylik bilan birga yangi xavflar ham paydo bo'lgan. Eng katta o'zgarish shuki, pensiya endi faqat naqd pul emas, balki bank tizimi orqali harakat qiladigan mablag'ga aylandi. Demak, pensioner endi faqat pensiya jamg'armasi bilan emas, bank karta, PIN kod, SMS xabarnoma, mobil ilova, bankomat, to'lov terminali, hisob bloklanish komissiya, limit kabi tushunchalar bilan ham to'qnashadi. Agar pensioner bu narsalarni bilmasa, oddiy xatolik ham katta muammoga aylanishi mumkin. Masalan, ilgari pensioner pulni uyga olib kelib, sandiqda yoki hamyonda saqlardi. Hozir esa pul kartada turadi. Agar karta yo'q olsa, bu pul yo'q oldi degani emas, lekin darhol bankka murojaat qilinmasa, begona odam karta orqali pul yechishga urinishi mumkin. Agar pensioner PIN kodni kartaning ustiga yozib qo'ygan bo'lsa yoki qog'ozga yozib karta bilan birga saqlasa, xavf yanada oshadi. Shuning uchun men doim aytaman, karta qulay, lekin karta madaniyatini bilish shart. Birinchi navbatda pensioner pensiya qaysi sanalarda tushishini bilishi kerak. Har doim ham pul bir xil soatda tushmaydi. Ba'zan ertalab tushadi, ba'zan tushdan keyin. Ba'zan bank tizimidagi yuklama sabab kechroq ko'rinadi. Agar siz odatda har oyning 5 kuni pensiya olsangiz, lekin 5 kuni ertalab pul tushmasa, darhol vahimaga tushish kerak emas. Avval SMS kelgan-kelmaganini, bank ilovasida balans ko'rinmaganini, bankomatda texnik nosozlik yo'qligini tekshirish kerak. Lekin agar belgilangan muddatdan bir necha kun o'tib ham pensiya tushmasa, bu holatda sababni aniqlash shart. Sabab turlicha bo'lishi mumkin. Bank kartasining muddati tugagan bo'lishi mumkin. Pensionerning bank hisobida texnik cheklov bo'lishi mumkin. Hujjat ma'lumotlarida nomuvofiqlik bo'lishi mumkin. Pensiya ishi bo'yicha qayta tekshiruv ketayotgan bo'lishi mumkin. Yoki pensioner boshqa hududga ko'chgan bo'lsa, ma'lumotlar yangilanmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi muhim narsa karta muddati. Har bir bank kartasining amal qilish muddati bor. Kartaning old tomonda oy va yil ko'rsatiladi. Masalan, 1226 deb yozilgan bo'lsa, karta 2026 yil avgust oyigacha amal qiladi. Muddati tugagan kartaga ayrim hollarda pul tushishi mumkin, lekin uni ishlatishda muammo chiqadi. Ba'zi holatlarda esa bank karta yangilanmaguncha operatsiyalar cheklanadi. Shuning uchun karta muddati tugashidan oldin bankka borib, yangi karta olish kerak. Uchinchi masala. Karta egasi va karta ishlatuvchi odam bir xil bo'lishi kerak. Men ko'p uchratgan holat. Pensionerning kartasi farzandida turadi, pensioner esa pulni farzandi orqali oladi. Bu oilaviy ishonch masalasi bo'lishi mumkin, lekin huquqiy va amaliy tomondan ehtiyot bo'lish kerak. Karta pensioner nomida bo'lsa, kartadagi mablag' pensionerning shaxsiy mablag'i hisoblanadi. Uni boshqalar pensionerning roziligisiz ishlatishi mumkin emas. Agar oila ichida kelishmovchilik chiqsa, keyin isbotlash juda qiyin bo'ladi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi bir pensioner har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi deylik, karta o'g'lida turadi. O'g'li har oy dori-darmon olib berdim
oziq-ovqat oldim deb pulning bir qismini ishlatadi. Bir necha oy o'tgach, pensioner kartadagi mablag'ni o'zi nazorat qilmaganini tushunadi. Bankdan ko'chirma olinsa, pul do'konlarda, bankomatlarda va o'tkazmalarda ishlatilgani ko'rinadi. Lekin har bir xarajat pensioner roziligi bilan qilinganmi yoki yo'qmi, buni keyin aniqlash oson emas. Shu sababli men pensionerlarga kartani o'zida saqlashni, agar farzand yordam bersa ham, har oy xarajatni bilib borishni maslahat beraman. Pensiyani kartaga oladigan har bir pensioner ehtiyotkor bo'lishi kerak. Lekin ayrim toifadagi odamlar ayniqsa diqqatli bo'lishi zarur. Birinchi toifa. Telefon orqali keladigan xabarlarga ishonuvchan pensionerlar. Firibgarlar ko'pincha aynan pensionerlarga qo'ng'iroq qiladi. Ular o'zini bank xodimi, xavfsizlik xizmati, pensiya jamg'armasi vakili yoki hatto huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi sifatida tanishtirishi mumkin. Kartangiz blok bo'ladi. Pensiyangiz qaytarilib ketadi. Sizga qo'shimcha pul tushishi kerak. Kod aytsangiz, pensiyani faollashtirib beramiz degan gaplar bilan aldashadi. Men qat'iy aytaman, hech qachon telefon orqali kartangizning raqamini to'liq aytmang. Amal qilish muddatini aytmang. Orqa tarafidagi 3 xonali kodni aytmang. SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini aytmang. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan SMS kodini so'ramasligi kerak. Agar kimdir kod so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. Ikkinchi toifa. Karta, PIN kodni boshqalarga aytib qo'yadigan pensionerlar. PIN kod faqat karta egasining o'zida bo'lishi kerak. Hatto yaqin qarindoshga ham aytishda ehtiyot bo'lish kerak. Agar pensioner sog'lig'i sabab bankomatdan pul yecha olmasa, ishonchli shaxs orqali yordam olish mumkin, lekin buni tartibli qilish kerak. Masalan, bankka birga borib, kerakli maslahatni olish, pul yechilganda chekni saqlash. Qancha pul yechilganini yozib borish foydali. Uchinchi toifa. Kartasini yo'qotganini kech biladigan yoki kech xabar beradigan odamlar. Karta yo'qolsa, darhol bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib bloklatish kerak. Balki uyda qolib ketgandir, balki sumkada turgandir deb bir necha kun kutish xavfli. Chunki karta topib olgan odam PIN kodini bilmasa ham, ayrim joylarda kontaktsiz to'lovlar orqali kichik summalarni ishlatishga urinishi mumkin. Bundan tashqari, kartadagi ma'lumotlar firibgarlar qo'liga tushishi mumkin. Agar siz kartangizni o'zingizda saqlasangiz, PIN kodni hech kimga aytmasangiz, SMS kodlarini bermasangiz, karta muddatini kuzatib borsangiz va har oy pensiya tushganini tekshirib tursangiz, kartaga pensiya olish siz uchun odatda qulay va xavfsiz bo'ladi. Har bir kechikish katta muammo degani emas. Masalan, pensiya har oy 10 sanada tushadi, lekin bu oy 10 sana dam olish kuniga to'g'ri keldi. Ba'zi operatsiyalar ish kuni davomida ko'rinishi mumkin. Yoki bankomatda vaqtincha xizmat ko'rsatilmaydi degan yozuv chiqdi. Bu kartada pul yo'q degani emas. Boshqa bankomatdan tekshirish yoki bank ilovasidan balansni ko'rish mumkin. Yoki do'konda terminal ishlamadi. Bu ham kartangiz bloklangan degani bo'lmasligi mumkin. Terminalning aloqasi uzilgan bo'lishi ehtimol. Lekin men shuni ham aytaman. Xavotirlanmaslik beparvo bo'lish degani emas. Pul o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa ham, bank ko'chirmasini vaqti bilan tekshirish kerak. Ayniqsa pensiya summasi o'zgarsa, qo'shimcha to'lovlar tushsa yoki aksincha odatdagidan kam tushsa sababini bilish kerak. Chunki ba'zan pensioner pensiya miqdoridagi o'zgarishni tushunmaydi va oylar davomida noto'g'ri hisoblangan deb o'ylab yuradi. Aslida esa ushlab qolish, qayta hisob-kitob, imtiyoz o'zgarishi yoki boshqa hujjat sababi bo'lishi mumkin. Birinchi misol. Pensioner ayol har oy 20.500.000 so'm pensiya oladi. Unga qo'ng'iroq qilib, sizga 600.000 so'm qo'shimcha to'lov chiqdi. Kartangizni tasdiqlashingiz kerak deyshadi. Ayol ishonib SMS kodni aytadi. Bir necha daqiqada kartasidan 1.500.000 so'm yechib olinadi. Keyin bankka borsa, operatsiya SMS kod bilan tasdiqlangani ma'lum bo'ladi. Bu holatda pulni qaytarish juda qiyinlashadi. Sababi pensioner kodni o'zi bergan bo'ladi. Mana shuning uchun har qanday va'da, qo'shimcha pul, aksiya, yordam puli degan gaplarga darhol ishonmaslik kerak. Ikkinchi misol, pensioner erkak kartasining muddati tugaganini bilmaydi. Pensiya kuni bankomatga boradi, karta ishlamaydi. U pensiyamni to'xtatib qo'yishdi deb o'ylab tuman bo'limiga boradi. Aslida muammo bank kartasida bo'ladi. Bankka borib, yangi karta rasmiylashtirgach, pulidan foydalanishi mumkin bo'ladi. Bu yerda davlat pensiyani to'xtatmagan. Bank kartasining muddati tugagan. Demak, karta ustidagi sanani oldindan tekshirish oddiy, lekin juda muhim ish. Uchinchi misol. Pensionerning pensiyasi 1.100.000 so'm bo'lgan.
bir oy 85 ming so'm tushadi. U darhol pulimni kamaytirishdi deb xafa bo'ladi. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, avvalgi oy ortiqcha to'langan, summa qayta hisob-kitob qilingan yoki ma'lum bir ushlab qolish bo'lgan. Bunday vaziyatda taxmin qilish emas, rasmiy tushuntirish olish kerak. Bank faqat qancha pul tushganini ko'rsatardi. Lekin pensiya miqdori nima sababdan o'zgarganini odatda pensiya jamg'armasi bo'limi tushuntiradi. 4-misol. Pensioner bankomatdan 500 ming so'm yechmoqchi bo'ladi. Bankomat pulni bermaydi, lekin SMSda pul yechilgani ko'rinadi. Bunday holat kam bo'lsa ham uchraydi. Bu paytda bankomat oldida vahima qilish shart emas, lekin darhol bankka murojaat qilish kerak. Bankomat joylashgan manzil, vaqt, yechilmoqchi bo'lgan summa, karta raqami bo'yicha oxirgi raqamlar. SMS xabari saqlanishi kerak. Bank tekshiruv o'tkazadi. Ortiqcha yechilgan summa tasdiqlansa, qaytariladi. Eng muhimi, chek chiqqan bo'lsa, uni tashlab yubormang. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik masalalarni tushuntiraman. Birinchi nozik shart: pensioner vafot etgandan keyin kartadagi puldan foydalanish. Bu juda muhim masala. Agar pensioner vafot etsa, uning kartasidan pul yechish yoki ishlatish huquqiy muammoga olib kelishi mumkin. Chunki karta egasi hayot bo'lmagandan keyin mablag' meros masalasi ortiqcha to'lov yoki qaytarilishi kerak bo'lgan summa bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi oilalar baribir o'zimizniki deb kartadagi pulni yechib oladi. Keyin esa ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish merosxo'rlar o'rtasida kelishmovchilik yoki bank bilan muammo yuzaga keladi. Bunday holatda tartib bo'yicha tegishli idoralarga xabar berish va rasmiy yo'l bilan ish ko'rish kerak. Ikkinchi nozik yat: kredit va qarzdorlik. Ayrim pensionerlarning bankda krediti aliment bo'yicha qarz yoki ijro hujjati bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda kartaga tushgan mablag'dan qonunda belgilangan tartibda ushlab qolishlar bo'lishi ehtimol. Pensioner nega pensiyam to'liq tushmadi deb o'ylaydi. Lekin sabab ijro hujjati yoki kredit shartnomasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdan ko'chirma olish, pensiya jamg'armasidan pensiya hisob-kitobini so'rash va zarur bo'lsa majburiy ijro byurosi yoki kredit bergan bankdan ma'lumot olish kerak. 3-nozik jihat: kartaga boshqa pullarni aralashtirish. Ba'zi pensionerlar pensiya kartasiga farzandlaridan pul qabul qiladi, savdo puli oladi, qarz olib beradi yoki boshqa o'tkazmalar qiladi. Natijada kartadagi harakatlar aralashib ketadi. Keyin qaysi pul pensiya, qaysi pul qarz, qaysi pul farzand yuborgan mablag' ekanini ajratish qiyin bo'ladi. Ayniqsa tekshiruv, sud, meros yoki qarzdorlik masalasi chiqsa, bank ko'chirmasi muhim dalil bo'ladi. Men pensionerlarga imkon qadar pensiya kartasini tartibli ishlatishni, yirik begona o'tkazmalarni alohida nazorat qilishni maslahat beraman. 4-nozik jihat: SMS xabarnoma va telefon raqami. Karta qaysi telefon raqamiga ulanganini pensioner bilishi kerak. Ba'zan karta farzandning raqamiga ulanadi. Pensioner pul tushganini o'zi ko'rmaydi, kodlar ham farzandga boradi. Bu oilada ishonch bo'lsa ham pensionerning moliyaviy mustaqilligini kamaytiradi. Agar pensionerning o'z telefoni bo'lsa, SMS xabarnomani o'z raqamiga ulatish ma'qul. Agar ko'zi yaxshi ko'rmasa yoki telefondan foydalanishga qiynalsa, ishonchli yaqin kishi yordam berishi mumkin. Lekin pensioner har oy qancha pul tushgani va qancha sarflanganini bilib turishi kerak. 5-nozik jihat: bankomat komissiyasi va limitlar. Hamma bankomat ham bir xil shartda xizmat ko'rsatmasligi mumkin. O'z bankingiz bankomatida pul yechish bir shartda, boshqa bank bankomatida boshqa sharti bo'lishi mumkin. Ba'zan komissiya olinadi, ba'zan kunlik yechish limiti bo'ladi. Pensioner 2 million so'm yechmoqchi bo'ladi, lekin bankomat faqat 1 million so'm beradi. Bu pul yo'q degani emas, limit bo'lishi mumkin. Shuning uchun katta summa kerak bo'lsa, bank kassasiga murojaat qilish yoki bankingizning rasmiy ma'lumotini bilish kerak. Eng birinchi xato PIN kodni karta bilan birga saqlash. Bu juda xavfli. Ba'zi odamlar PIN kodni kartaning orqasiga yozadi. Ayrimlar qog'ozga yozib hamyonga soladi. Agar hamyon yo'qolsa, karta ham kod ham birga ketadi. PIN kodni yodlab olish kerak. Agar yodlash qiyin bo'lsa, uni boshqa odam tushunmaydigan usulda kartadan alohida joyda saqlash kerak. Lekin eng to'g'risi bank bilan maslahatlashib, osonroq esda qoladigan kodga almashtirishdir. Ikkinchi xato: begona odamdan bankomat oldida yordam so'rash. Pensioner bankomatdan foydalanishni bilmasa, navbatdagi begona odamdan bo'lam, yechib ber deb so'rashi mumkin. Bu juda xavfli. Begona odam karta raqamini, balansini, PIN kodni ko'rib qolishi yoki boshqa operatsiya qilib yuborishi mumkin. Agar yordam kerak bo'lsa,
Bank filiali ichidagi xodimdan yordam so'rash kerak. Bank xodimi ham PIN kodni ko'rmasligi kerak, lekin tartibni tushuntirib beradi. 3-xato telefon qo'ng'iroqlariga ishonib ilova o'rnatish. Firibgarlar telefoningizga mana bu dasturni o'rnating, biz yordam beramiz deyishi mumkin. Ular masofadan boshqarish dasturlarini o'rnatishga majbur qiladi. Shundan keyin telefoningizdagi SMS'lar, bank ilovasi va kodlar xavf ostida qoladi. Pensionerlar va ularning farzandlari buni juda yaxshi bilishi kerak. Bank xodimi hech qachon sizdan shubhali ilova o'rnatishni talab qilmasligi kerak. 4-xato. Bank xabarlarini o'qimaslik. SMS keladi, lekin pensioner e'tibor bermaydi. Aslida SMSda pul tushgani, pul yechilgani yoki karta bo'yicha operatsiya qilingani yozilgan bo'ladi. Agar siz operatsiya qilmagan bo'lsangiz, lekin pul yechilgani haqida SMS kelsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilish kerak. 1 soat, 1 kun, 1 hafta kutish mumkin emas. Vaqt qancha tez bo'lsa, kartani bloklash va zarar ko'payishini to'xtatish imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. 1-qadam kartangizni tekshiring. Karta kimning nomidan amal qilish muddati qachongacha, qaysi bankka tegishli SMS xabarnoma qaysi raqamga ulangan, bularni bilib oling. Agar karta muddati yaqin orada tugasa, bankka oldindan boring. Hujjatingizni, ya'ni pasport yoki ID kartangizni oling. Bank xodimidan kartani yangilash tartibini so'rang. 2-qadam pensiya tushumlarini nazorat qiling. Har oy pensiya tushgan sanani va summani yozib boring. Oddiy daftar tush ham yetarli. Masalan, yanvar oyida 20 million 300 ming so'm tushdi. Fevral oyida 20 million 300 ming so'm tushdi. Mart oyida 20 million 200 ming so'm tushdi. Agar farq bo'lsa, sababini aniqlaysiz. Bu odat sizga keyinchalik tushunmovchiliklarni tez hal qilishga yordam beradi. 3-qadam bank ko'chirmasini olishni o'rganing. Bank filialiga borib, kartangiz bo'yicha oxirgi 1 oy yoki 3 oy uchun ko'chirma so'rashingiz mumkin. Agar mobil ilovadan foydalansangiz, ilovadan ham ko'rishingiz mumkin. Ko'chirmada pul qachon tushgani, qayerda ishlatilgani, qancha yechilgani ko'rinadi. Agar siz bilmagan operatsiya bo'lsa, darhol bankka yozma ariza bering. 4-qadam. Muammo bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Masalan, pensiya tushmadi, karta bloklandi, bankomat pul bermadi, pul noto'g'ri yechildi. Bunday holatda bankka yoki tegishli idoraga yozma murojaat qiling. Arizada ism familiyangiz, telefon raqamingiz, karta bo'yicha oxirgi raqamlar, muammo sanasi, summa, bankomat manzili yoki operatsiya turi aniq yozilishi kerak. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. 5-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishdan tortinmang. Agar pensiya summasi o'zgargan bo'lsa, umuman tushmagan bo'lsa yoki qayta hisob-kitob bo'yicha savol tug'ilsa, bank emas, aynan pensiya masalasiga mas'ul bo'lim tushuntirish beradi. Bank pul kelgani yoki kelmaganini ko'rsatadi. Lekin pensiya nima uchun kamayganini har doim bank bilmaydi. Shuning uchun muammoning manbasini to'g'ri ajratish kerak. 6-qadam. Ishonchli yaqinlaringiz bilan moliyaviy tartibni kelishib oling. Agar farzandingiz yoki qarindoshingiz sizga pul yechishda yordam bersa, har safar qancha pul yechilganini yozib boring. Masalan, 1 million 500 ming so'm pensiya tushdi. 500 ming so'm dori-darmon, 400 ming so'm oziq-ovqat, 200 ming so'm kommunal to'lov, 400 ming so'm naqd qoldi. Bu ishonchsizlik emas, bu tartib. Tartib bo'lsa, oila ichida ham tushunmovchilik kamayadi. 7-qadam. Xavfsizlik qoidalarini oila bo'lib tushuntiring. Ayniqsa keksalar telefon firibgarligidan ko'p zarar ko'radi. Farzandlar ota-onasiga shunday deb aniq tushuntirishi kerak. Kim qo'ng'iroq qilsa ham SMS kodini aytmaysiz. Kartada raqamini to'liq aytmaysiz. Begona ilova o'rnatmaysiz. Shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol menga yoki bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Bu gapni bir marta emas, qayta-qayta aytish kerak, chunki firibgarlar juda ishonarli gapiradi. Agar karta bilan bog'liq muammo bo'lsa, birinchi navbatda kartani bergan bankka murojaat qilasiz. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, bank kartasi, telefoningiz, muammo bo'yicha SMS'lar, chek yoki bankomat manzili haqidagi ma'lumotni olib boring. Bankdan karta holatini, balansni, oxirgi operatsiyalarni va karta bloklanganini tekshirtiring. Agar pensiya miqdori tayinlanishi yoki tushmasligi bo'yicha savol bo'lsa, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. O'zingiz bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya hujjatlari, bank ko'chirmasi va ariza uchun kerakli ma'lumotlarni olib boring.
Arizada masalani aniq yozing. Falon oy uchun pensiya tushmadi. Pensiya miqdori kamaydi. Qayta hisob kitob sababini tushuntirib berishingizni so'rayman kabi. Agar kartadan siz qilmagan operatsiya orqali pul yechilgan bo'lsa, bankka darhol murojaat qilib kartani bloklating. Keyin yozma ariza bering. Agar firibgarlik alomatlari bo'lsa, ichki ishlar organlariga ham murojaat qilish kerak. Bunda bank ko'chirmasi, SMSlar, qo'ng'iroq qilgan raqamlar, yozishmalar, pul o'tgan karta yoki telefon raqamlari bo'lsa, hammasini saqlab qo'ying. Hech narsani o'chirib yubormang. Agar pensioner o'zi yura olmasa yoki sog'lig'i sabab idoralarga bora olmasa, yaqinlari qonuniy tartibda yordam berish kerak. Bunday hollarda ishonch nima? Vakillik hujjatlari yoki tegishli tartib talab qilinishi mumkin. Har bir bank va idorada aniq talablar farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan telefon qilib, qaysi hujjatlar kerakligini so'rab olish foydali. Pensiyani kartaga olish juda qulay. Pul tez tushadi. Naqd pul kutib o'tirmaysiz. To'lovlarni oson qilasiz. Kerak bo'lsa bankomatdan yechib olasiz. Lekin bu qulaylik bilan birga mas'uliyat ham bor. Karta muddati, PIN kod, SMS kod, bank ko'chirmasi, firibgarlikdan himoyalanish, pensiya summasini nazorat qilish, bularning hammasini bilish kerak. Men ekspert sifatida sizga eng muhim gapni aytaman. Pensiya kartangizdagi pulni himoya qilish uchun birinchi himoyachi o'zingizsiz. Hech kimga SMS kod bermang, PIN kodni aytmang, kartani begonalarga topshirmang, shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Muammo bo'lsa vaqtida bankka va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Har oy pensiya tushganini yozib boring, karta muddatini tekshiring, bank ko'chirmasini olishni o'rganing. Shunda pensiyangiz bo'yicha tushunmovchiliklar ancha kamayadi. Pulingiz xavfsizroq bo'ladi. Siz pensiyani kartaga olasizmi yoki naqd shaklida olasizmi? Kartaga pensiya olishda qanday muammoga duch kelgansiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda pensionerlar bilishi shart bo'lgan yana muhim mavzularni oddiy va aniq tilda tushuntirib beraman.